Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun hozir uy sharoitida pilmen tayyorlaymiz. Damashni pilmen. Bir tepa suv soldim. Tuxum soldim. Tuz soldim, aralashtirdim. Tuzni totib ko'rdim. Mana un soldim. Qattiq qilib xamir qorib olamiz. Xamir qattiq bo'lishi kerak. Tindirib dam oldirib qo'ydik. Yarim soatdan keyin mana yana bir mishlayapman. Qattiqqina qilib zavola qilib paketlarga solib dam oldirib tindirib qo'yamiz. Mana dam oladi 20 minut. Уже yoyishni boshladim. Orada vaqt o'tdi. Mana bu говядина farsh, mol go'shtidan. Qo'ydi yog'ini, mol go'shtini мясорубкаdan chiqardim, piyozni ham. Hammasini qoramush, tuz bilan aralashtirdim mana. Charvi, mol go'sht, piyoz мясорубкаdan chiqarib
qora murch, tuz, shular bilan aralashtirdim. Mana farshimiz tayyor. Biz bir qilishda ko'proq pilmin qilamiz. Mana qizlarim yordam beradi. Fatima, Zuhralar yaxshi ko'rganligi uchun pilmin ko'proq tayyorlayman. Ko'pincha ishda bo'laman. O'zlari qaynatib yeyaveradi. Vaxatnoy kunlari ko'p bala qilib pilmin bukib qo'yaman. Bolalarim o'zlari qaynatib pishirib yeyaveradi. 1 kilo mol go'shtiga 200-250 gram chista piyozni mesorobkadan chiqarib, 100-150 gram charv solsa bo'ladi. Molni charvsini ham, qo'yni charvsini ham solsa bo'ladi. Hammasini mesorobkadan chiqarib, qora murch, tuz bilan aralashtirib, mana shuni nachinka qilib pilmin bukib yesa bo'ladi uyda. Tahami juda zo'r bo'ladi. Bir go'sht sotadigan magazin bor edi. Tatar xolani. O'sha kishi menga go'shtni chiqarib olib kelib berardi. 10 kilolab, 8-9 kilolab tayyor farshda. Men o'zim piyozni mesorobkadan chiqarib, qora murchlar, tuzlarni solib aralashtirib u kishiga pilmin bukib berardim. Pulini o'rtasidan kelishib bo'lib olardik. Uni do'koni ham bor edi, go'sht sotadigan. Pilmin manti bukib berib pul ishlaganman-da, xullas kalom. Bu payt bolalarim ancha kichkina edi, uyda ish qilardim. Hozir bolalarim katta bo'lib, restoranda povurchilik qilaman. Mana o'zi pishirishni boshladik. Qaynab turgan suvga ozgina tuz soldim, 2 dona lavra lis soldim. Lavra bargini yoqtirmagan odam solmasa ham bo'ladi. Ko'plar yoqtirmaydi. Meni bolalarim yaxshi ko'radi, shunga soldim. Men o'zi uncha yoqtirmayman. Lavra lisni solib pilmin pishirgandi. Prosto qaynab turgan suvga ozgina tuz solib, pilminni solish kerak qaynab turgan suvga. 8 minut, 10 minutda ko'pi bilan o'zi pishadi mana. 8 minut, 10 minutda pishadi. Gazning past balandligiga qarab. Eng yaxshi abid o'jim. Go'shtli pilmin, ana shunday qilib pilmin bukaman. Bizning restoranimizda ham mana shunaqa qilib pilmin qilamiz. Tovuq go'shtidan, mana shunaqa govyadina bilan piyozdan qilamiz. Damashni pilmin qilib sotishadi restoranda. Maslahat beraman, tayyorlab yeb ko'ringizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yingizlar. Hammaga katta rahmat.